Barcha fuqarolarga tezkor xabar. Gidrometeorologiya agentligi O'zbekiston fuqarolariga 16-17 yanvar kunlari kutilayotgan yog'ingarchiliklar va qaqshatqich sovuqlar haqida tezkor axborot berdi. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. Tezkor yangiliklardan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishni istasangiz, videorolik ostiga like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Qoraqalpog'iston Respublikasi va Xorazm viloyatida havo bulutli bo'ladi. Ba'zi joylarga qor yog'ishi, tuman tushishi mumkin. Harorat kechasi 2-7 daraja sovuq, kunduzi 2 daraja sovuq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatida ba'zi joylarga yog'ingarchilik, yomg'ir, qor bo'ladi. Havo harorati kechasi 3 daraja sovuq, kunduzi 2 daraja sovuq bo'ladi. Toshkent, Sirdaryo, Jizzax va Samarqand viloyatida ba'zi joylarga yog'ingarchilik, yomg'ir, qor bo'ladi. Tuman tushishi mumkin. Havo harorati kechasi va kunduzi 3-8 daraja iliq bo'ladi. Qashqadaryo va Surxondaryo viloyatida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Ba'zi joylarga yog'ingarchilik, yomg'ir, qor yog'adi. Havo harorati kechasi va kunduzi 3-8 daraja issiq bo'ladi. Andijon, Namangan va Farg'ona viloyatida kunning ikkinchi yarmida ba'zi joylarga yog'ingarchilik, yomg'ir, qor bo'ladi. Ayrim joylarga tuman tushishi mumkin. Shamol sharqdan 7-12 metr sekund tezlikda esadi. Havo harorati kechasi 1 daraja sovuq, kunduzi 2-7 daraja iliq bo'ladi. Respublikaning tog'oldi va tog'li hududlarida yog'ingarchilik, yomg'ir, qor ba'zi joylarga kuchli bo'ladi. Ayrim joylarga tuman tushishi mumkin. Shamol g'arbdan 7-12 metr sekund tezlikda esadi. Ayrim joylarda 13-18 metr sekundgacha kuchayishi mumkin. Harorat kechasi 3 daraja sovuq, kunduzi 2-7 daraja iliq bo'ladi, deyiladi xabarda.